Azizlarim, yangi yilning birinchi kuni sizlarga shunaqa chiroyli dvoyechka bichib tikishni o'rgataman. 1 minut ichida osongina modellashni ham o'rgatib qo'yaman. Qani ketdik. O'yinda uchun 10 cm aylantirib chizib olamiz. Yelka yeng baravar chiqadi 25 cm, 2,5 qiyalab birlashtiramiz. Yeng kengligini ham 25 cm da chizib olasizlar. Xullas, videoda ko'rsatilgandek bajarsanglar to'g'ri bo'lib chiqadi. Tikuvchi dizaynerlikni mukammal o'rganib, shuni orqasidan daromad qilaman, haqiqiy kasbimga aylanadi deb niyat qilayotgan bo'lsangiz, onlayn kurs bilan ish bitmaydi aysizlar. Offlayn kursimizda sizlar praktika asosida o'rganasizlar. Oddiy to'g'ri chokdan boshlab murakkab modellash, hattoki astarli kostyum, zamokli shimgacha o'rgatamiz. Yangi 2026-yilda oldingizga juda ham katta maqsadlar qo'ying va unga albatta intiling. Shunchaki ertaga qilarman, indinga qilarman desanglar vaqt o'tib ketadi. 27-yanvardan yangi kursimga start beraman. Viloyatdan kelganlarga yotoqxonalarimiz ham mavjud. Bu dvoykamga baho beringlar. Qalay chiqibdi? Juda ham neobычный bo'lib chiqdi. O'zimga rosa ham yoqdi. Bundan 1 emas, 2 emas, naqd 3 ta tikdim. Bittasi shimli, ikkitasi shunaqa yubochka. O'zingizlar kommentariyada baho beringlar. Bu menga juda ham muhim. Gulba saromat, nigor assa faromat, labi daryo azizi dil. Gulba saromat, nigor assa faromat, labi daryo azizam bexabar omad.